shu vatanni yuksalish uchun harakat qilishimiz kerak. Garchi bizni zararimizga bo'lsa ham shu vatanni himoya qilishimiz kerak. Vatanni himoya qilish, yana takror aytyapmiz, faqatgina armiyalarda emas, balki har kasb egasi o'zini kasbiga sadoqat bilan turishi bilan bo'lar. Adham Sharqoviy ala minhajun nubuva kitoblarida Uhud g'azotini keltiradilar. Uhud g'azoti ummat uchun davri qiyomatga qadar ibrat, namuna vazifasini o'taydi. Uhuddan ko'p ibratlar olamiz biz. Payg'ambari va qo'mondoniga itoat etmaslik musulmonlarning mag'lubiyatiga sabab bo'lishligidan dars olamiz. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam 50 ta kamonchini o'sha joyga qo'ygandilar. Qimirlamanglar joylaringizdan degandilar. Ular kamonchilarning xatosi tufayli, ularning itoatsizligi tufayli musulmonlarning g'alabasi mag'lubiyatga aylanib ketgan. Adham Sharqoviy o'sha voqeani keltiradilar-da, har bir insonni Alloh unga qo'ygan ma'lum bir chegarasi bor. Chegarangizdan qimirlamang deydi. Hamma insonni o'ziga yarasha chegarada turibdi. O'sha chegarada, o'sha sarhadni, o'sha vazifani bajarish kerak deydi. U ota bo'lsin, u ona bo'lsin oilada. Ota o'zini vazifasida, chegarasida tursin deydi. Ona ham o'zini chegarasida tursin. Agar u joydan qimirlaydigan bo'lsa, orqadan dushman bostirib keladi. Xuddi Uhuddagi bo'lgani kabi musulmonlarning orqasi ochilib qolib, g'alaba mag'lubiyatga aylanib ketadi. Quruvchilar ham go'yo bir chegarada turibdi. Sizlarga ishonyapmiz. Uy quryapsiz. Xiyonat qilmang. Xiyonat qilmang. Siz bir chegarada turibsiz. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha nidolarida siz turibsiz. Joyingizdan qimirlamang degan buyruqni ostida turibsiz. Tadbirkor, muallim, shifokor, jamiki kasb egasi borki, o'zini ma'lum vazifada chegarasida turibdi. O'sha chegaradan buzib o'tmaslik kerak. Vazifasidan u yoqqa bu yoqqa og'ishmasligi kerak. Agar og'ishadigan bo'lsa, go'yo uni orqasi ochilib qoladi. Natija g'alaba mag'lubiyatga aylanib ketadi. Shu bois nima demoqchimiz azizlar? Vatan shu bizniki. Shu vatanni yuksalishi, shu vatanni ravnaqi bizning yutug'imiz. Shu vatanni rivojlanishi, taraqqiy topishi uchun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz, vatanni haqqiga duo qilishimiz, qo'limizdan kelganicha yaxshilik qilishimiz kerak bo'ladi. Zero vatan rivojlansa, vatan taraqqiy topsa, unda xalq farovon bo'ladi, musulmonlar xotirjam bo'ladi, farzandlarimiz saodatli bo'ladi. Mana shu narsalarda o'zimizni ham, sizlarni ham faol bo'lishlikka chaqirib qolardik.